184.5 yangi kiritilayotgan modda aynan o'zga davlat hududida yoki uning tarafini qurolli to'qnashuvlarda qatnashishni da'vat qilish, reklama qilish bo'yicha javobgarlik kiritilyapti. Bu juda ham to'g'ri. Mazkur kiritilayotgan norma bu faqatgina O'zbekiston hududida sodir bo'lsa ta'sir qiladimi yoki boshqa hududdan turib amalga oshirsa ham ta'sir qiladimi? Chunki ming afsuski bugungi kunda xorijdagi mamlakatdagi aynan o'zimizni fuqarolarimizni mana shunaqa da'vat qilib, reklama qilib, qurolli mojarolarga boshlamoqda. Ular O'zbekistonga qaytgandan keyin ham shunday javobgarlikka tortiladimi? To'g'ri, ular boshqa hududda, bizning Ma'muriy kodeksimizda faqatgina O'zbekiston ichidagi huquqbuzarliklarga qo'llaniladi. Lekin ularning ta'siri bevosita o'zbekistonliklarga qaratilgan. O'zbekiston jamiyatiga salbiy oqibatlar olib kelyapti. Mana shu masala ushbu qonun loyihasida qanday hal qilingan? Agar shaxs O'zbekiston hududidan tashqarida turib, O'zbekiston hududidagi fuqarolar uchun targ'ibot qiluvchi materiallarni tarqatadigan bo'lsa, u O'zbekistonga kelgandan keyin unga javobgarlik nazarda tutiladi.